Imom Shofiy rahmatulloh alayhi yozgan bir 4 qator misrani aytib beraman sizlarga. Min vojibin nasi an yatuba lakinna tarkuz zunubi awjab. Odamlarga tavba qilishlik vojib ishdir. Ya'ni insonning tavba qilishligi vojib amal. Lekin asl undan avval gunohni tark qilishlik undan ham vojibroq deyaptilar. Tavba yaxshi, lekin aslida gunohni tark qilishlik vojibroq bo'lgan ish. Anu vojibdan kuchliroq bu. Waddahru fi sarfihi ajib va g'aflatun nasi a'jab. Bu umr juda bir g'animat narsa. Umr shunday narsaki, aslida Bani Isroilda shunday avliyolar o'tgan ekanki, bu oxir zamonda bir odam 70 yil yashaydi yo 80 yil yashaydi, shuncha umrida uylanadi, uy-joy qiladi, boshqa qiladi, to'y qiladi, aza bo'ladi, lekin ibodatini ham qiladi deganda, bu o'zi 70-80 yil umr bo'layotgan bo'lsa, 2 rakat namoz bilan o'tkazib o'rayotgan vaqt ekan-ku degan deydi. Xuddi shunday o'zi umr bir g'animat narsa. G'animatligini 80 ga kirgan choldan so'rang. Umrning qadrini o'shandan so'rang. Bilmaydi uni yosh odam. U umrning g'animat, umrni bekorga sarflashlik o'zi bir ajoyib narsa, tushunib bo'lmaydigan ish. Lekin ham sarflab, ham umuman e'tibor bermaydigan odamning ishi ajablanarliroq. O'zi sarflayapti bekordan bekorga. Bunga afsus qilish kerak hech bo'lmasa. U afsuslanmaydi ham. E'tibor ham bermaydi. Va kullu ma yurja qaribun wal mautu min duni zaka aqrab. Shu yurtaja. Har bir umid qilinadigan narsa, ya'ni kelajakda umid qilinadigan narsa yaqin. Qachondir bir yosh yigit uylanadi, keyin bola chaqali bo'ladi, keyin bolalari katta bo'ladi, keyin ular uylaydi, joylaydi, shundaymi? Uy qiladi, joy qiladi, shular kelyapti. Asta sekin kelyapti, lekin bularning ichida eng yaqini nima bilasiz? O'lim. Hammasidan ko'ra yaqinrog'i o'lim. Was-sabru fin-na'ibati sa'bun lakin nafawatu as-sawabi ashab. Qiyinchiliklarda, qiyinchilik vaqtida sabr qilishlik juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Qiyinchilik paytida, lekin savobdan quruq qolishlik eng og'iri o'sha. Mana sen hozir imkoniyating bor, yo savob olasan, yo gunoh olasan. O'sha vaqtda savobni qilishlikdan mahrum qolishliging eng yomon ish. Senga shu imkoniyat berilib turibdi.